Assalomu alaykum qarindoshlar. Jibran Halil Jibranning Danishmand nomli asarining davomi. Nikoh. Almisa yana so'radi. Ustoz, nikohni qanday tushundirasiz? U javob berib mundaq dedi. Sizlar bu dunyoga birga keldinglar. Shunga mangu birga bo'linglar. Azroilning qo'rqinchli qanoti sizlarni ayirib etgandan keyinmi sizlar yanala birga bo'linglar. Va darha Allah'ın yad etken çağlardımı birga bo'linglar. Sizler birga bo'linglar. Biroq orliq saqlanglar. Aşı orliqdan cennet shamoli o'tib tursin. O'zaro muhabbatlashinglar. Biroq muhabbat rishtini o'zinglarni tushadigan zanjirga aylantira olmanglar. Muhabbat ruhinglarning qirg'ig'i orqada örkeşlep turadigan dengiz bo'lsin. Öz ara bir-biringlarning jamini to'ldiringlar. Ammo öz jaminglardagini ichinglar. Bir-biringlarga oshna tutinglar. Ammo bir parcha nonni zinhor tang tishlamanglar. Öz ara shatlanib naqsha etib usul o'ynanglar. Zinhor bir-biringlarning tinchlik va mustaqilligiga daxl qilmanglar. Tutlarning qo'sh tori garchi o'xshash muzikaga birga yangrisimu har birining quliqi ayrim bo'ladi. Bir-biringlarga yurakinglarni taqdim qilinglar. Ammo bir-biringlarni egilib olmanglar. Chunki yurakinglarni faqat hayotning qo'lida tutib tura oladi. Sizlar bir yerda turinglar. Zinhor ortiqcha yiqilishib ketmanglar. Chunki saroylarning to'yruklarimi ayrim turdi. Kauçuk daraxti bilan qarag'ayning yiltizlari tutash bo'lsa-mu, ular bir-birining soyasida yashamaydi. Farzand. Bola ko'tarib olgan bir ayol mundaq so'rdi. Bizga farzand haqida so'zlab bergan bo'lsangiz. U mundaq dedi. Farzandinglar sizlarning emas. Ular hayat tashnaligidan barliq kelgan o'g'il qizlardir. Ular sizlarni vasita qilib bu dunyoga kelganki, zinhor sizlarga ergishib kelgan emas. Ular sizlar bilan birga bo'lgani bilan sizlarga mansub emas. Sizlar ularga mehr shafqat baxsh etalaysizlar. Zinhor ideya ata qila olmaysizlar. Chunki ularning o'zi xot ideyasi bo'ladi. Sizlar ularning jismini qanot ostinglarga olalaysizlar, ammo ularning ruhini qanot ostinglarga ololmaysizlar. Chunki ularning ruhi atiga mansub. Uni sizlar tushunglardimi ko'ra olmaysizlar. Sizlar tirishish bilan ularni to'g'rilaysizlarki, zinhor ularni o'zinglarga o'xshash qila olmaysizlar. Chunki hayot daryosi orqaga oqmaydi, to'xtabmi turmaydi. Sizlar xuddi kamalak, farzandinglar kamalakdan etilib chiqqan hayotlik o'qidir. Ulug' Margan 18 ming olamdan nishonni qarg'a elib, ilohiy qudrati bilan kirichinglarni rasa tortadi, ondan o'qni yiroq-yiroqlarga otadi. Sizlar Marganning barmoq izlaridan shodlikqa erishgaysizlar. Chunki Margan etilib chiqib ketgan o'qnimi, tinchlangan kamalaknimi so'ydi.